Mana Toshkentdan chiqib mana bu quyosh stansiyasi bor ekan, institut Sonsa deydi. Sovet payti qurilgan. Lekin kelsa arziydigan joy ekan, rosa qiziq, mana bitta manzara ham zo'r ekan. To'g'ri mana pastda qishloqlar, mana tog' manzarasi chiroyli deb ko'rinyapti mana. Havo ham zo'r. O'pkalarni to'ldirib kislorodga ketsanglar bo'ladi. Toshkentdan nima 1 soatlik yo'l. Toshkentdan chiqib borish bilan bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana zdaniyasining ichiga kirdik. Bu konstruksiya ekan. Ichida faqat shu temir karkas ekan. Naryoqda oynalar joylashgan. O'sha oynadan elektrичество вырабатывать qilar ekan. Nima ish ekan? Mana shu oynadan quyosh nurlari отражение bo'lib, bu yoqqa urar ekan-da. Mana bu konstruksiya. И o'tdan keyin menimcha puchok bo'lib, keyin elektr energiya chiqariladi, deydi. Mana shunaqa narsa ishlagan Sovet payti. Hozir lekin nimagadir o'tli jim-jim.